Leksimizi tamamlaştırmamız hürmetli vatandaşım. Cumhur-Amerika Savdo uğraşı başlanış aldıda durdu. Mavzumunda. Her iki taraf kattık meydanında çın durdu. Mavzulu haber 6. ayının 5. günü Japonya'nın diplomat jurnalı ilan kılındı. Ve şu günü Venvitor bitik göçürülü haber mındak başladı. Amerika Qo'shma Shtatlari Savdo ministri William Ross Beijingni ziyorat qilib, Amerika Jungo yana bir qatimliq savdo suhbati o'tkazdi. Lekin bu suhbatda hech qanday besish hosil qilinmadi. Yaponiya matbuoti bunday ko'rsatdi. Jungo Amerika savdo urushi pat arada boshlanadi. Jungo Amerika savdo urushi pat arada boshlanadi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Amerika Jungo tovarlariga hassilab boj qo'yishning oxirgi qadamlarida yetib kelish paytida Amerika Jungo o'tirishida o'tkazilgan yangi bir qatimliq suhbatda hech qanday besish hosil bo'lmadi. Bu balki hassilab tamoyda boj qo'yishning harpisida o'tkazilgan oxirgi suhbat bo'lib qoldi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Jungo Amerika ikki taraf bu qatimgi suhbatning taraqqiyotidan alohida rozi bo'lish his qilishmadi. Maqolada yana mundaq ko'rsatildi. Prezident Trump hukumati mundaq hisobladi. Jungoning adolatsiz savdo qiliqlariga inkas qaytarmaslikni to'laydigan badal tamoyda beji elib keladigan iqtisodiy zarbidan texmi zo'r bo'ladi. Mushkil ko'z qarashlar Oqsaroyda asosliq o'rinda turdi ekan, undaqda savdo urushi pat arada yetib keldi, deydi Yaponiyaning diplomat jurnali. Xabarga asoslanganda Amerika Jungo Beijingda yangi suhbat o'tkazdi. Xinhua agentligi Beijing vaqt 6 ayning 3 kuni bayonot e'lon qilib, 6 ayning 2 kunida 3 kunigacha Jungoning ma'mur vaziri suhbatda Liu He suhbatni boshlamchi bo'lg'uchi Jungo taraf vakili Liu He yetakchiligidagi Jungo suhbat vakillari o'miki Amerika savdo ministri William Ross vakilligidagi yetakchiligidagi Amerika savdo vakillari o'mik bilan Beijingda suhbat qurdi, suhbatlashdi. Xinhua qilayotgan xabar. Davlatay mehmonxonasi ikki davlat savdo suhbati o'tkazdi. Ikki taraf Washingtonda birlik kelgan o'rtaq tunishda amaliylashtirib, yezi egilik, energiya qatorliq ko'plagan sohalar bo'yicha suhbatlashib, faol va konkret ilgirlashga erishib, aloqador tafsilotlarni ikki taraf belgilaydi deb ko'rsatdi. Bayonot yana alohida ta'kidlab bunday ko'rsatildi. Jungo Amerika birlashgan natijalar her iki taraf alqarab ilgirlashda asos qilgan savdo urush qilmaslikni oldingi shart qilgan. Xinhuaning xabari. Amerika Birlashma agentligi mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerika suhbati oxirlashgandan keyin ikki taraf birlashma bayonot e'lon qildi. Va tafsilotlarni oshkorlamadi. Birlashma bayonotni e'lon qilmadi va tafsilotlarni oshkorlamadi. Washington Post gazeta maqola e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Cornell universitetining nopozliq savdo siyosati professori Edward Prasad mundaq deydi Washington Post gazeti. Amerika Jungo ikki tarafning suhbat maydoniga texmi qattiqlashib ketdi. Har ikki taraf qaysi bir tarafning ko'z qisishini kutmoqda. Amerika Jungo o'rtasida umumyuzlik savdo urushi portlashning xatari ro'shan o'rlamoqda. Angliya pul muomala gazeti 6 ayning 3 kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo suhbati Beijingda savdo suhbati oxirlashdi. Ikki taraf kelishim hosil qila olmadi. Jungoning 100 milliard dollarlik savdo urushi yaqinlab kelmoqda. Beijingda o'tkazilgan suhbati natija ko'rilmaganlikdan ikki davlat o'rtasida, ya'ni Amerika Jungo ikki davlat o'rtasida tamoyda beji elish yetib kelishning qadami yana bir qadam yaqinlashdi. Tamoyda beji elishni yetib kelishning qadamini yana bir qadam yaqinlashdi.
Reuters agentligi Amerika harbiy parxod evatib Tayvan bo'g'ozi o'tishni va Tayvanga harbiy qurol yarog' sotib berishni doimiy haylatga aylantirishni o'ylashyapti. Mavzuli xabar 6-oyning 6-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi. Bu yangi xabar. Hurmatli vatandoshlar.